Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, sog'misizlar, omonmisizlar. Bugün hazır Shavot tumanida shu hovli-joy, arqamda turgan hovli-joy sotiladi ekan, Shavot savxozda. Xudo xolasa hozir sizlar bilan birgalikda ichlarini ko'rib chiqamiz. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol xabarlashaverasizlar. Xudo xolasa telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz ekranda, ko'raverasizlar. Hozir manzilni yana sizlarga ko'rsataman. Nerdan kelishlarini hammasini ko'raverasizlar o'zingiz. Yana obunachilar shu joy sotiladi, 10 dona chegara. Bunda yana chegarasi, bu garaji yerdan girasizlar. 606 sotik xullas. Shunda yerda joylashgan. Hozir sizlar bilan giramiz garajdan ichana. Yana garajda traktor turibdi. Garajning ikkinchi etaji. Bunda yana ağaçlar taşalıb turibdi. Bunda yana dalandan giramiz. Bunda eşik yana, qandam eşiki var. Bundan girəsiz, yana dalandan giramiz. Yana bu dalan yana. Görüb durarlarınız yana. Dalan. Bunda spani bir dana. Yana spani pollanman. Özünüz pollab, çıraylatıb, mehir berib göreverasizlar. Bunda hazır spaniler var, 2 spanisi var bunda. Bunda bir spaniyle dalanın yaxında girevergeyinde. Keyin bunda yine bir spanisi. Pollanıb, üstü basılıb, şipretilib, samallar ulayıb durdu yine. Çok tiyatib, aynaları ak ayna. Keyin ortakla iberine yani garajın şöyle çıraylatib kuxnası oladı. Şıqlı planlaşısı oladı, acayip. Keyin yine şu traktoram satıladı ekan, şu durgan traktor. Egesinin telefon nömrələrini koyaman, şu cayını egesiniki traktoram bemalol bundan alışlarınız mümkün. Buğam satıladı. Bunun narxına gələdəm bolsaq, neçədədir bunun narxına? Az aytamızın narxını egesindən sorab. Xullas şu traktoram satıladı. Hem meri saz, hem mücü bar, kakpolojini bir akkumulyator ikimiz. Balonlarım taza. Yine balonları taza. Traktora bir tane akkumulyator gerek, şoper gerek. Bu anı. Görüp olan Soruk diyen traktor bu. Soruk. Ya. Obunachilar 27 milyon ekan traktorning bahası 27 milyon dedi. Bemalol endi kelishinglarda kimga qiziq bo'lsa telefon qilaverasizlar ekrandagi nomerlari. Hozir joyning tashqarisidan sizlarga adreslarini nalarini ko'rsataman. Joyning bahasına keladigan bo'lsak 35 gök dedi. 35 gök. Bemalol uğam kelishinglarda. Hozir obunachilar sizlarga bog' tarafini ham ko'rsataman. Bog'lar ham ajoyib, suvlar kelib turibdi. Oyoq suv keladi ponni, yine bog' tarafi. Yine bog' tarafi. Yine bog'ning ichi. Onda chegarasi o chel. Bunda bergi chegarasi bu chel yine. Malxanası yo'q, malxanasi salinmagan. Yine joyning arka tarafdan görünüşü. Yine şu joy. Onda chegara. Samallar unutmayın. Bunda beyaz chegarasi. Hozir sizlarga el tarafından göstereceğim. Bunda yine yağım göstermedim el tarafı. Yine joyni. Eldinden yeri bayına azgına. Adrese keladigan bo'lsak, bunda evvelki poçta, Shavot savxozning Iqbal to'yxonasi, Xiva yo'ldan kelaverasizlar. Yine iş orada. İbaq tarafda, bu ko'chadan bu maktab ko'cha, bu yerda maktab, bog'cha hamma shu yerda, oyoq tiyinda. Bemalol kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilib, kelishib joyimizni olaverasizlar kimga qiziq bo'lsa. Arzon joy qarab yurganlarga yuborib qo'yasizlar videolarni. Rahmat hammalaringizga.